Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Assalomu alaykum azizlarim. Sog' salomatmisizlar? Uydagilar, bola chaqalar hammalari sog' salomatmi? Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Siz Rohila Universal kanaliga xush kelibsiz. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ling, like tugmachasini bosing hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiring. Azizlarim, bugun sizlar bilan birgalikda go'shtli manti tayyorlaymiz. Keling birgalikda tayyorlaymiz unda. Bismillahirrohmanirrohim deb, demak, bir idishimizga oddiy suv 300 ml suv soldik. Mana ko'rib turganlaringizdek, bir osh qoshiqda tuz yaxshilab aralashtiryapman. Ana endi bir dona tuxumni ham chaqib solib yubordim. Uni ham asta-sekinlik bilan aralashtiraman. Ana endi azizlarim, unga navbat keldi. Oliy navli un solamiz. Unimiz 500 gram. Agar stakanga hisoblaganimizda 3,5 stakan un. Unlarimiz elangan unlardan foydalandim. Aralashtiryapman va asta-sekinlik bilan xamir qilishni boshladim. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana shunday xamir bo'ladi. Uncha qattiq ham emas, uncha yumshoq ham emas. Ustini selofan paket bilan dam oltirishga qo'yamiz. Ora-orada mushlab qo'yamiz. Ko'rib turganlaringizdek. Ana endi xamirlarimiz dam oldi, azizlarim. Ana endi bularni qismlarga bo'lib olamiz. Demak, menda 3 ta qism bo'ldi. Ya'ni 3 zola degani. Qismlarni zolaga aylantirib qo'yaman. Mana ko'rib turganlaringizdek. Mana 3 ta zolamiz tayyor. Ana endi bularni ham ustini yopib, dam oltirishga qo'yib qo'ydim. Azizlarim, piyozlarni artib olganman, tozalab artib olganman. Bu yerda 600 gram piyoz, ko'rib turganlaringizdek, asta-sekinlik bilan to'g'ray boshladim. Ana endi xamirlarimizni zo'la qilib qo'ygan edim. Ana endi mushlab, ya'ni un sepib, mushlab, yana bir bora dam oltirishga qo'yib qo'yaman, ko'rib turganlaringizdek. Mana ko'rganlaringizdek, mana shunday holatda bo'ladi. Meni zo'lalarim uncha katta emas, o'rta holatda. Mana ko'rib turganlaringizdek, chekkasini bosamiz albatta. O'rtasini aslo bosmang. O'rtasi yupqalashib ketadi yoyganimizda. Faqat chekkasini, ya'ni girdini bosishimiz kerak. Girdini mushlasangiz ham bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Mana shunday holatda. Demak, yana bir bora dam oltiraman. Azizlarim, men dumba soldim mantimizga. Dumbamiz muzlatgichda edi. Muzlatgichdan olib, mana shunday to'rtburchak shaklda to'g'rab oldim. Mana ko'rib turganlaringizdek. Albatta siz ham dumba soling, juda ham mazali bo'ladi. Ayniqsa uyimizdagilarga juda yoqadi azizlarim. Ana dumbamiz ham tayyor. Ana endi azizlarim, bu yerda 500 gram farsh, ya'ni molning farshi, 600 gram maydalangan piyoz, 120 gram dumba, to'rtburchak shaklda to'g'ralgan. Ana ko'rib turganlaringizdek, ana endi ziravorlar, bu sizning tabingizga qarab. Kimdir qalampir soladi, kimdir murch, kimdir zira, har xilcha. Bu sizning tabingizga qarab albatta. Nachinkamizga yana shu holatda birdaniga bir osh qoshiqda tuz ham solib yubordim. Uncha to'la bo'lmagan 3 qoshiq o'simlik yog'i solyapman. Nachinkamiz tayyor holatiga kelib qoldi. Yaxshilab aralashtiramiz. Dam olib turgan zo'lalarimizni asta-sekinlik bilan yoyib,
mana shunday holatda keltiramiz. Albatta katta o'qloq bilan yoydim, ko'rib turganlaringizdek. Mana yupqagina qilib yoyildi. Ana endi kesishga tayyorlayapmiz. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda bo'ladi. Albatta tayyorlang azizlarim. Ayniqsa tushlik uchun. Mana shunday holatda kesiladi. Mana shunday holatda kesildi. Yana ham mana shunday yana ustma-ust qo'yib kesishga tayyorlaymiz. Chekkalarni olib qo'ysak ham bo'ladi. Mana endi to'g'rilab kesishni boshladik. Mana mantimizni xamiri sal kattaroq bo'ladi. Bir-birini ustiga qo'ysanglar bir xil razmerda kesiladi. Mana ko'rib turganlaringizdek. Ana endi manti qasnoqlarga mantilarni bo'kib tera boshlayapman. Manti qasnoqlarning tagini albatta o'simlik yog'i bilan surib olganman, o'simlik yog'i. Mana ko'rib turganlaringizdek mana shunday holatda mantilarimiz bukiladi. Ana endi manti qozonimizda suv qaynab turibdi azizlarim. Albatta tayyorlab ko'ring. Keyin manti qaznoqlarga terib olganimdan keyin olovini baland qilib 45 daqiqada pishirib olaman. Baland olovda albatta. Azizlarim, sog' bo'lasizlar. Keyingi videolarimizda g'oyibona uchrashguncha deb qolaman. Sog'lik, tinchligimizni bersin Allohim hammamizda.